16-cı qissa. Tex sizni menga bexatarlik tuyg'usi beralaydi deb o'ylagan edim. Afsus, sizmi qo'rqinchoq ekansiz. Siz ma'qul bo'lsangizlar, men bilan qochib ketishga ma'qul deysingizlar, pulning amalini o'zim qilatdim. Qosim Fatimaning gapini anglab, o'ylanib turib qoldi. O'zining boyatanqi degan gapidan sal xijilmi bo'lib qoldi. Kechiring Fatima. Men xato so'zlab qo'yibdim-a. Bo'ladi. Siz nima desangiz, shu bo'lsin. Qochadigan ish bo'lsa qechib ketayli. Fatima Qosimning bu gapini anglab, umid ko'zlarini Qosimga tikib, sizning mushu gapingiz bo'lsa kifoya Qosim. O'zim necha vaqtdan beri yig'ib qo'ygan 20 ming yuan pul bor. Shu pullar bizning Shinjongga qechib ketishimizga yetib boshidi. Amsa, qachonliqqa qechib ketamiz? Buni o'ylashdingizmi? Yo'q, texi. Buni o'ylashqadak bo'lmadi. Bu ishlarni endi maslahatlashsakmi bo'ladi? Yana 2-3 kundan keyin ish boshlasak bo'lamdi-ken deyman. O'dili poyezd stansiyasiga borsak tutilib qolamiz. Chunki u yerda olimning odamlari bakchi. U yerdagi shaykalarning birarsining ko'ziga cheliqib qolsak, tutilib qolganimiz shu. Shunga biz dastlabda Sujuga yaqin bir shahardagi chet, yiroq yezilarga berib, shu yerda birar oylarni o'tkazib turaylik. Onungacha olim Tatuqning bizni izlashimiz sal bo'shaydi. Shu vaqtdan foydalanib, anda Shinjongga qechib ketsakmi bo'laverdi. Aldirab harakat qilsak, tutilib qolamiz. Maylamsa Fatima. Sizning deganingizdek bo'lsin. Bu yerda ishdek yashab, yomon ishlarni qilib, xalqning yonchiqida qo'l uzatib, xalqni yig'iltib o'tganimizdan o'ladigan ish bo'lsa-mu, qechib ketganimiz shu afzalroq ekan. Ular maslahatni pishirib bo'lib, Fatima beshini Qosimning quchqiga qo'yib, so'noyilinib yotdi. Qosim boyatining yoki Fatimaning gaplarini anglab, uning o'tmishiga qiziqib qoldi. Hozir bo'lsa, bu qiziqishlari texmi kuchayib, Fatimadan oxiri so'radi. U ig'ir bir nafasni ichiga tortib chiqarib o'tgandan keyin, qaraganda Fatima, sizningmi beshingizdan xili ko'p ishlar o'tgan o'xshaydi, ha? Qosimning bu gapini anglagan Fatima bir nuqtaga uzoq tikkiligini chiqarib, o'yilnish qilib turib ketdi. Fatimaning bundoq uzun bir nuqtaga tikilib, o'yilnish qilib turib ketganini ko'rgan Qosim o'zi so'risi bo'lmaydigan savolni so'rab qo'yganligini bilib, darhol bo'ldi Fatima, xafa bo'lmang. Asli bu savolni so'ramasam bo'pti-ku. Hech qisi yo'q Qosimjon. Bayatdan beri o'zimning sargardonlik hayotini o'ylab chiqdim. Buni sizdan ko'rgili bo'lmaydi. Mening bu o'tmishimni hech qanday bir odamga so'zlab boqmagan edim. Bo'pti. Mushu bahanada sizga so'zlab beray. Bir hisobda ichimim bo'shab qolar. Balki mening so'zlab berganlarimni anglagandan keyin meni intayin inshaalloh ham buzuq, rasil ayolkan deb o'ylab qolishingiz mumkin. Menga o'ch bo'lib ketishingiz mumkin. Shunday bo'lsa-mu, so'zlab beray. Shuna qilib, Fatima o'zini o'ngshab, qayta boshdan Qosimning maydasiga beshini qo'yib yotdi. Qosimmo bir uzun hikoyaning boshlanganligini bildi bo'g'ay, qo'liga tamakisini elib olib tutashtirib chekkili turdi. Men kichik vaqtlarimda nihoyat erkin o'ynab cho'ng bo'lgan edim. Ota-onammo inim bilan ikkimizning asosan deganimizni qilib beradi. Men to'liqsini bitiray deganda inim tuyuqsizlik yo'qolib ketdi. Inimni necha yillar izlabmi topolmadik. Hech bir yerlardan izdirkini qilamadik. Inimning yo'qolib ketishi o'yitkilarga bahjon zarba bo'ldimi qandoq? Shuningdan keyin ota-onam qayta farzandlik bo'lolmadi. Dadam bilan onammo o'yitga kichikgina ishlar sababidan to'la urushadigan bo'lib qoldi. Mening bilan jiqkari bo'lmaydigan, oqshom uyga qaytib kelamanmi, kelmaymanmi, uning bilan ikkisining kari bo'lmaydigan bo'ldi. Ailamdagi mushu o'zgarishlar hayotimni tubdan o'zgartirdi. Shunday kunlarning birida jamiyatda o'ynab yuradigan bir yigit bilan tanishib qoldim. Uning ismi Sami bo'lib, jamiyatda xeyli nomi bor lukchak edi. Otisi mashina vaqasi sodir qilib, turmaga kirib ketgan ekan. Uning bilan muhabbat bog'lash jarayonida mening kallamni o'zgarib, o'ynashni o'rganib oldim. Uyim shaharda bo'lg'achqa, oxiri diskoxona, to'rxona qatorliqlarda oqshomlari tunab, ichishni, chekishni o'rganib qoldim. Bu jarayonlarda 18 yoshga to'shib, ajabli xato yo'ldan bir nimag'di. Samining yolvurishlari bilan
onun bilan uydagilarning ruhtisiz to'y qilib oldim. To'ymi o'tkazmadik. To'y xati elibla do'stlarimizni chaqirib, bir kecha ichib chekib o'ynadik. Fatima shu gaplarni qilib qo'yib, demig'ida kulib qo'yib, yana gapini davomlashtirdi. Onun anasi yashinib qerib qolgan bo'lg'achqa, ikkimizning to'y ishig'imi aralashamadi. U ayolning boshqa kirmi bo'lmag'achqa, hukumatdan bergan to'van turmush puli bilan kunini oladi ekan. Ikkimiz to'y qilib kirgandan keyin Sami uni Yashang'ila sanatoriyasiga olib borib qo'ydi. Bir mezgil o'zimizni bilmay o'ynadik. Yanchiqda pul tugagandan keyin turayotgan uyimizni setib, azroq bir qismiga uy ijara olib o'tirdik. Qolgan qismlarni o'yin tomosha qilib tugatdik. Ko'nglar to'g'ri deb ekan. Yetib esa tag'ma to'shmaydi deb. U pullarni tugab, oxirida ijara olgan uyning pulini to'lay olmay solga tushib qoldik. Menmi bilib bilmay Samining kayniga kirib, shu vaqtdan keyin o'g'irlik yo'liga qadam qo'yib qoldim. Kunduzi Sami o'g'irlik qildi. Men atrofni ko'z tutib berdim. Oqshimi o'g'irlagan pullarga o'ynadik. O kunlarni uzunga bormadi. Shundaq kunlarning birida u soqchilar tarafidan bayqilib qilib tutilib, necha yillik kesilib ketdi. Menmi qanday qilishimni bilmay, oxir uning bilan ajrashib ketdim. Bu jarayonlarda uydagi ota-onam bilan xuddi tanishmas, notanish odamlardek bo'lib ketgan edim. Ular meni ko'rgan chaqda mening ahvolimni so'rash nada yurganligimni, nada yetib quvvatganligimni, nada nemish qilayotganligimni so'rash emas, menga salom qilib qo'ymaydi. Balkim ular meni qilgan ishimni nomus qilgan bo'lsa kerak, o'zini elib qochdi. Menmi asta-asta bu dard alamlarni ichimga yutib yurdim. Mening tunji turmushim, tunji to'yimmi mushundaq qilib vayron bo'ldi. Mening endi turadigan joyimmi qolmagan chaqda uyga qaytib berishga yuzim chidamadi. Uyga bir qitim borgan bo'lsam-mu, dadam bilan anamning haqoratlashlari ichida asta yana qochib chiqdim. Shunda qilib, men do'stlarim bilan aloqalashib yurib, kechilik bazmaxonlardan ish topdim. Yotoq, tomoq hammasini o'rlashtirib berdi. Maoshim yomon emas edi. Shu yerda ishlab yurib, bir akash bilan tanishib qoldim. Ertasiga u yer bu yerlarga berib, xeyli obdalla chiqishib qoldik. O'zining bir shirkati bor, iqtisodimi xeyli yaxshi. Yeshi mendan xeyli cho'ng bo'lib, mendan 10 yosh cho'ng edi. Ikki qizi bor bo'lib, ayoli 3-bolasiga qo'rsoq ko'targandan keyin biz tanishib, 2-3 kun o'tgandan keyin ayoli yangidi. Shu vaqtlarda uning kayfiyat sal tushkun bo'lib, hadisli meni chaqirib, ikkimiz ayrim so'rin tuzib, uningga ichib berdim. Uning nimishqa bundaq bo'lganligini bilsam, ayoli yana qiz tuqqan ekan. Bir kuni o'tirib, masjiddan menga to'y taklif qo'ydi. Dastlabida men uning gapini chaqchaq qilib atdi, masjidda degan gap deb o'tadi. Ham uning talabini rad qildim. Demisimi, u mast bo'lib qolgan tursa, ham uning ayoli bor tursa. Shunda qilib u oradan 2 oy yo'qolib ketdi. Men uning telefon urib, hech bir aloqalashamay yurgan vaqtlarda bir kuni kech bo'lganda ishdan tushib kirsam, telefon keldi. U menga uyning adresini deb berib, darhol uyga kelishiga chaqirdi. Men ortiq o'ylamayla uning uyiga bordim. Uning uyida hech kim yo'q bo'lib, o'zi jo'zga aroq degandek narsalarni tizib qo'yib, o'zi yolg'iz o'ltirgan. U men bilan ichishib o'ltirgan jarayonda ajrashish talab qo'yganligini, uzunga bormay ajrashib ketib, mening bilan to'y qilganligini aytdi. Menmi ortiq javob qaytarmadim. Shu kechichi aroqning ta'siridanmi ikkimiz o'zimizni tutib ololmay, bo'lmag'ir ishlarni qilib soldik. Endi o'rnimizdan turayli deb tursak, eshik tuyuqsiz ochilib, bir ayol kelgunicha choshlarimdan tortib so'rab urib ketdi. Nimli degan bilan ishni tuqqan ayolda. Men u ayolning qo'liga esilganimcha turib qoldim. U ayol bir tarafdan yig'lab, bir tarafdan eg'izda sat gaplarni qilg'ach, yo'ldishini tillag'ach, badallarimni mo'rlab, tirnoq izini chiqarib bo'lgan edi. Badanimda hech qanday kiyim yo'q, onadan tug'ma holat edi. Bu asarning bugungi anglitisi mush yerda tugdi. 17-qissa. Ali bo'lsa, hech nima qilolmay, gangirabla yotqanga yo'ginib turib qolgan edi. Ham darhol esini yig'ib berib, ayolni ishga qachat soldi.
Ayolimi yuziga tekkan shapaloqning dastidan meni urayotgan qo'llarini yog'ishtirib, umu yerga qo'l yondirib ikki shapaloq soldi. İkisi bo'lsa bir-birini satkaplar bilan tillashib, o'yini bir ep bo'lgan edi. Fatimaning eg'izi qurib ketgan bo'lsa kerak. Ustal ustidagi Qosim o'zi ichish uchun akirib qo'ygan pivini stakanga to'ldirib, Qosimga sunib bagash va o'zimi qo'yib ichib etib, Qosimning qo'lidagi tamakidan bir dal elib tutashtirib, ham kuchab tatqach so'zini yana davomlashtirdi. Balkim shu vaqtlarda hozirgi aqlim bo'lgan bo'lsa, menmi unda qilmas bo'lg'aydim. Balkim menmi ayoli bor erni ozdirganligimning azobini hozir tortayotgan bo'lsam kerak. Ali bilan birlashib ayolini uribdimiz. Urib bo'lgandan keyin Ali bir so'mkani aqtirib, ajrish rasmiyatini ayolning oldiga qo'ydi. Ayoliga zo'rlab turib, ajrish rasmiyatiga imzo qo'ydirgandan keyin ayoliga bir pul bor kartani tutqizib uydan chiqarib etdi. Shu ishdan keyin mening yana aysh ishratlik turmushim boshlandi. Ali bilan kunda o'ltirish, kunda yeb ichish degandek ishlar bilan kunni o'tkazdim. Ali bilan to'y qilganmi bo'ldi. Ikkimiz turmush qurgan dastlabki vaqtlarda kunlarimiz shunday baxtli, shirin o'tdi. Azroq kundan keyin bu turmushimiz zavolliqqa qarab yuzlandi. Ali azroq pullarni qamar o'ynab puttirib yetibdi. Shuning bilan shirkatga pul yetishmay, shirkatini boshqalarga setib etdi. Shirkat bayram bo'lgandan keyin kayfiyat nachar vaqtda boshqa mol-mulkning hammasini qamar o'ynab puttirib yetibdi. Pul yetmadi desa, menmi oltin buyumlarimni setib onunga pul qilib beribdiman. O narslarim yo'q bo'lib, turayotgan uyimizdan ayrilib qoldik. Pul topgan vaqtlarda do'st bo'lib o'tgan hammaylar yo'qolib ketishdi. Shundoq ko'chada sarsam bo'lib yurgan kunlarning birida Ali ko'chadagi lukchaklar bilan urushib qilib, birsiga pichoq tiqib o'ltirib qo'ydi. Uni masoqchilar shu naq maydonda tutib olib, turmaga soladi. Turmaga solingan shu jarayonda menmi ajrashib ketdim. Bir kuni qaboqxonada kayfiyatim nachar o'ltiratdim. Yenimga Nurman ismli bir ayol kelib, mening bilan paranglashdi. Bu ayol bilan xeyli chiqishib qoldim. Qosim Nuriman degan gapni anglab, qapoqlari to'rilib, ko'zlari chekchiyib ketdi. Buni sezgan Fatima uningga qarab, "Dal o'zi, sizni asirgan shu Nuriman." "Nima deysiz? Sizmi shu qanjiqning kayniga kirib?" "Xap, shu xotinning kayniga kirib bo'lgan holim mushu." Qosim egri uftatib qo'yib, stakanga pivini liqlab ko'tarib etdi. "Qani, davomini so'zlangi, qiziqib qoldi." Fatima Qosimga qarab, "Qanday Qosimjon? Mening bu gaplarimni anglab, menga ish ortiyotamsiz yoki menga ish bo'lyaptamsiz? Bunisi menga baribir. Inson bo'lgan ekanmiz, osad ekanmiz. Ozg'in vaqtda o'zimizning qanday yo'lga mang'anligimizni bilmaydi ekanmiz va oxirida ziyon tortganligimizni bilib, pushaymon qiladi ekanmiz. Pushaymon qilgan bilan o'rniga kelmaydi ekan. Mana bu insonning do'stligi bo'lsa kerak." Qosim Fatimaning gapini anglab, "Mening sizni bog'lashga salohiyatim to'shmaydi. Chunki men bir layoqatli er emas." deb egri uftatib, tamakini kuchab sho'rashga boshladi. "Shundaqmi? Men ajab his qilmadim-ku. Qosimjon, siz shundoq oq ko'ngil tursangiz" deb erkilab qo'ydi. U Qosimga shundoq gaplarni qilib bo'lib, gapini yana davomlashtirdi. "Shunday qilib, Nurman degan xotin bilan aloqalashib yurib, ichkariga chiqib, tijorat qilamiz degan bahona bilan meni ichkariga elib chiqdi. Meni dastlabda sujuga elib kelib, sujada bir necha hafta o'ynab yurgandan keyin, siz mushu yerda turib turing, Shinjongda bejirgan ozroq ishim chiqib qoldi deganicha meni olim tatiq tutqizib qo'yib, kimlik qatorliq narsalarni elib olib yo'qolib ketdi. Olim tatiq bo'lsa, meni bir necha hafta urib dumbalab degandek uyga solab qo'ydi. Men nima degan bilan qiz bola tayoq ko'tarolmaydi ekanman. Men oxir olim tatiqning gapiga kirib, hamroh qiz bo'ldim. Mening u yerda yurgan bilan ko'nglim ko'tirmadi. Ichimdan yig'ladim. Yuragimdan yig'ladim. Mushu yo'lga bilib bilmay kirib qolgan o'zimdan qattiq og'rindim va echindim. U shu gaplarni qilib bo'lib, öksüp qattiq yig'lab ketdi. Qosim uningga tasalli bergach, yig'idan to'xtatdi. Fatima mo
yig'idan to'xtab, tatliqqina birini kulib qo'yib, Anglayotganimiz Miskina ovozliq asarlari. Shunday qilib, menmi u yerda biror oygacha ishlagandan keyin u yerning boshqaruvchisi meni olim tatiqqa yondirib apirib berdi. Chunki men u yerga kelgan kishilarning yonchiqlarini oqtirib, pulga yorug'idek narsalar bo'lsa elib olatdim. Yonchiqimda pulimning bo'lmaganligidan emas, balki qasdanga bu yerdan chiqib ketish uchun elib olatdim. Bu ishlarmi mening o'ylaganimdek bo'lib, oxir tatiqqa yondirib apirib berdi. Chunki u yerda boshqalarga hamroh bo'lgandan ko'chaga chiqib o'g'irlik qilganim sal yaxshiroq edi. Olim tatiq mening ishlarimni anglagandan keyin meni o'g'irlik qilmoqchi bo'lib, natijadek tarbiyaladi. Hamda bozor o'ynashga chiqardi. Bozor o'ynash jarayonida necha qitim soqchilarga tutilib qoldi. Bu yoqdan solaxonaga kirib bo'lguncha u yoqdan olim elib chiqib oladi. Meni uribmi, tillabmi boqdi. Hatto necha kunlab tamoqni bermay och qo'yibmi boqdi. Balki mening topgan pulimdan soqchilarga to'lagan puli eshib ketgan bo'lsa kerak. Olimmi bu ziyonga chidamay, oxiri meni mush oshxonaga akirib qo'ydi. Men oxiri o'zimning ko'nglimdagidek bir muhitga erishgandan keyin artıq qalbimni topmadim. Ko'ngil qo'yib ishlab, bu yerdagi oshpazlarning ko'nglini utib oldi. Fatima gapini tugatgandan keyin, mana mush ishlar mening beshimdan o'tgan. Keyin o'zimni qayta tonidim. Buningdan keyin yomon qilmishlarimni tashlab, yaxshi yashashga o'zimga necha va'dalarni berdim. Ota-onangizchi Fatima Qosimning bu tuyuqsiz so'rgan savolidan birdan turib ketib, bo'ynini qisib qo'yib, bilmayman. Anglasam, dadam bilan onam ikkisi ajrashib ketibdi. Balkim dadammi boshqa ayolni tepib olgan bo'lsa kerak. Agar ichkirdan qaytib ketib qolsak, dadangiz bilan onangizning yeniga qaytib boramsiz? Yo'q. Nima deydigansiz? Kesibli javob berib etdingiz-ku. Baribir siz ularning bolasi. Har qancha ig'ir gunoh o'tkazgan taqdirdami, ular sizni kechirib yetadi. Men ularni kechirishini umid qilmayman. Chunki ular ayni vaqtlarda meni chingroq tutgan bo'lsa, balkim bu ishlarni yuz bermagan bo'ladi. Men kech-kechlab uyga kirmagan vaqtlarda ular bir ig'izmi gap qilmagan. Ham men yomon yo'lga kirib qolsam-mu, ular parvo qilmagan bo'lsa, albatta ulardami og'irnish haqqim yo'q. Bu agri to'qa yo'llarni o'zim xalab besib, oxirida pushaymonga o'zim qoldi. Ular bu kechini oyig'i chiqmas paranglar bilan mungdishib, uxlamay tong otqizdi. Albatta bu paranglar jarayonida ular bir-biri bilan tushunish hosil qilib, munosabati burunqidan yaqinlashib ketdi. Oradan 3-4 kunlar o'tdi. Ular ishlayotgan oshxonaning sodisimi shunda qizib, oshxonada xaridorlarning oyiqi uzilmay savdo bo'layotdi. Ular oshxonada normal 4 kun ishlayotgandan keyin 5-kuni qechib ketish planini tuzib, shu kuni kechasi yotoqqa kirib, narsa keraklarni yig'ishtirdi. Narsa keraklarni yig'ishtirish jarayonida ular yotgan karavotning ostidan Fatima bir kallak pulni oldi. Bu pulni ko'rgan Qosimning ko'zlari olichakman bo'lib, hayron bo'lgan holda. "Oyyo! Nereden kelgan jiq pullar bu? Bu mening karvatimning ostidan chiqyotdi. Necha vaqtlardan beri karvatimning ostida bunchavala ko'p boylikning borligini bilmabdiman deysa?" Albatta bilmaysiz-da. Sizning bu beparvoligingizda bilmaganingizmi rost? Men bu pullarni so'joga kelgandan beri yiqqan pullar. Kunlarning birida bu yerda ketmoqchi bo'lib qolsam esqetib qolar deb o'ylagan edim. Oxiri esqatadigan yerga keldi. O'g'irlagan pullarmi? Shunda ko'p qismi o'g'irlagan pul. Azroq bir qismi o'zimning ish haqqi. Nədimi bu yerda ishlab yurib 20 million pul topalaydigan ish bor? Bizning pul yig'ganimizni ular o'qibli qolsa, tugash kunimiz shu. Shunga bu pullarni oshxonada ishlash jarayonida, o'g'irlik qilish jarayonida, yana boshqa joylarda ishlash jarayonida yig'ib qo'ygan pullar. Mushunda qilmasammi amal yo'q. Siz rostlanib bo'sh emaskansiz, Jumo Fatima. Sizdek aqlli bir qizning qandoq bo'lib, Nuriman degan buzuqning qo'liga tushib qolganligingizga hayronman. Bo'ldilar, bu ishlarni deyishmayli. Bu
asarning bugungi anglishi mush yerda tugdi. 18-qissa. Bo'ldi narsa keraklarni yig'ishtirib bo'ldik. Endi asta yo'lga chiqsak bo'lamdikan. Yerim kecha bo'lib qopti. Mush fursatdan foydalanib ketib olayli. Qosim shunday deganicha, ilib olgan narsalarni ko'tarib mangdi. Ular ilib olgan narsalari ancha ko'p emas edi. Asosligi Qosimning kiydigan kiyim-kechaklari ham Fatimaning kiydigan kiyim-kechaklari edi. Chunki bu yerdan ortiq narsa keraklarni ilib olsa, o'ziga yuk bo'lgan edi. Ular yo'l bo'yiga chiqib, bir taksini to'sib, Sujo'ning atrofidagi bir shaharlarga olib qo'ydiganga deyishib chiqdi. Ular 4 soat mang'andan keyin tong yo'rishiga Sujo'ning bir noyisiga kirdi. Shu noyidan muvofiq bo'ladi bir uyni ijaraga elib, shu yerda ikkisi hafta 10 kunlarni birga o'tkazdi. Qosim bilan Fatima ikkisining vaqtida ishga chiqmaganligini bilgan bosh oshpaz ularni bir kun kech bo'g'icha izlab hech yerdan topolmay, oxir bo'lmay olim Tatuqqa bu ikkisining yo'qolib ketganligining xabarini berdi. U ikkisining yo'qolib ketganligining xabarini topgan olim ko'zlari chekchiyib, tuk yo'q kallasini birdam silab turib atgandan keyin darhol hamma odamlarni yig'ib Sujo'ning butun yerlarini izlashga kirishdi. Shu tariqada 2 kun izlab, hech qanday xabarni olamagan Tatuq qo'shni noiladagi odamlarga xabar qilib, u ikkisini nadin bo'lmasin tepishga buyruq qildi. Hafta 10 kundan beri uydan chiqmay, mökünib yetiverib zerikib ketgan Qosim bilan Fatima bir kuni shu atrofdagi ketibiga kirib, ko'ngil echib, hamda qaytayli deb turishiga, shu atrofdagi to'nimaydigan lukchak sifat 3-4 odamlar kelib, ularning kallasiga urib aylantirib qo'ygandan keyin ularni mashinaga besib, Sujo'ning o'ziga, ya'ni olimning qishig'i elib bordi. Ular ko'zlarini yomon tasda echib, atrofiga qarab cho'chib ketdi. Fatimaning beshi yerilib ketgan bo'lsa kerak, beshidan sirg'ib tushgan qon yo'qib turadi. Qosim ko'zini asta echib, ko'z oldida o'ziga bir tonish bo'lgan ayolning simosini ko'rdi-da, yana ko'zini ching'ida yumib ochdi. Yana shu sima. U endi ko'rishni xohlamaydigan eng o'sh ayol Nurimonning chiroyi edi. Qosimjon, qanday? Meni tanidingizmi? Meni unutib qolmagansiz, a? Siz bunchalik yurak bor deb o'ylamabdikanman. Nerdagi bir buzuqning keniga kirib, qochqiningizni ko'ray. Sizmi bo'sh emaskansiz bo'lmasa? Sujo'ga kelib 4-5 oy bo'la-bo'lamay bir qizning ko'nglini utyapsiz emasmi? Munda ish sizga yarashmaydi, Qosimjon. Sizmi so'yiqkansizmi? Qosim bu gaplarni anglab, jon ochiqida shundoq silkinib o'rnidan turib, oldiga etilib, "O pastgina maynat! Sen qanjiqni o'ldirib etmaydigan bo'lsa, sen buzuqning dastidan bizning ko'ygan kunimiz mushu-shu" deb Nurimonning bo'ynini bo'g'ay deb turishiga, maydasiga keltirib tepilgan bir pashvo bilan yana kayniga 3-4 qadam neriga qonqib yiqilib tushdi. Voy jon! Senlarni bo'sh qo'yib etmayman. Voy Qosimjon, jiningizga tushliq ish qiling deyman. Siz bir odamni o'ldira oladigan ish bo'lsa, toshqan taqda podsho bo'ladi hozir. Bekor o'zingizni ufratmang deyman. Bu chaqda olim Tatuq Qosimning yoqasidan tortib qo'pqizib, chapaliq bilan ikkini silib, "O onangni hormula! Qosimni izlab jinimiz oz qoldi. Qoshqonga to'ya mana." Voyjon, voy! Bo'ldi, urma, voyjon. Bir tarafdan Nurimon Fatimaning chochlaridan to'g'lab urib atadi. Beqilariga dasab, yuz ko'zlariga urib, ikkisining yuz ko'zini farq etkusiz qonga bo'yab qoldi. "Kimliklaring qani? Chiqircha! Bilsam bilmasam, sen paskini olding-ku deyman, kimlikni. Kimlikni og'onga to'ya. Monamsa." Qosqoz Fatimani o'ng ta'tir shapaloq bilan netchini urib atdi. Fatimaning gap qog'idek holi yo'q bo'lib, hech bir inkossizlik jim turadi. "Asqar, bu yoqqa kel. Men sana ishini bu narsalarni sana saqlashga basab. Mushu kimlik narsalarni-mi yaxshi saqlayamapsa? U kalva. Sening menga agishib yurgan vaqting hammadan uzun.
Mush narsalarni yaxshi yerga tiqishtirib yuranmidingmi? O xotin kishiga to'ymaydigan go'y. Bu buzuqdan boshqa ayol kishi chiqmaganmi deysanga? Degenicha Asqar ismli bu cho'moqchisiningmi gadan patanglarga netchini qo'yib, qo'nglarga netchini tepib urvatdi. Bugungi ishlar mushaygichi bo'p tursin. Bu ikkisini uyga solab qo'yib turinglar. Qolgan ishlarni atigichi bir taraf qolaman. Bu ikkisini to'g'lig'iniga to'yg'izatmaydigan bo'lsam, mening hozir bejardigan ozroq ishim bor. Aras, necha kunigacha bozor o'ynag'ili qat'iy chiqishga bo'lmaydi. Hozir o'ynashga chiqishga bo'lmaydi. Anglashdingmi? Olimning qo'lchimoqchilari hammasi ma'qulligini bildirib, Qosim bilan Fatima ikkisini dastlabda Qosimni solab qo'ygan, ya'ni shu zaypurab turadigan qorong'u uyga solab qo'ydi. Ularning qo'rsaqlari osh bir kunni yomon tasdi o'tkazdi. Yo suv, yo tomoq bermadi. Shu kuni yarim kecha bo'lganda atrofni bir xil jiddiylik qoplab ketdi. Qorong'u osmondan soqchi mashinalarining chiroqlari yonayotdi. Kecha qorong'uda darvozaning yenik urilishi, olimning shoykisidan birasi darvozani ochdi bo'g'ay, duk-duk qilib ratlik yurgan ovozlar. Oxirida soqchilarning ovozi chiqdi. "Ammo bu yoqqa chiqishi, qo'lingni ko'tarish. Harakat qilishma, qo'lingni ko'tar." Shuna qilib, birdamning ichida bu butun atrofni soqchi qoplab ketdi. Fatima, qo'ping o'rningizdan. Soqchi kelgan o'xshaydi. Nadin kelgan soqchilar bu? Qosim oldirib tinib Fatimani o'rnidan turg'izdi. Ham eshikni jaloqitib o'rg'il turdi. "Do'klat boshliq, u yerdagi uyning ichida odam bor o'xshaydi." deb birisining boshliqiga do'klat qilgan ovozi anglandi. "Darhol u uydagi odamning hammasini olib chiqinglar. Tez bo'linglar, tez." Shu ovoz bilan tang u ikkisini solab qo'ygan uyning eshigi ochildi. Ikki soqchi kirib, u ikkisini yo'lashtirib sirtqa olib chiqdi. Ular sirtqa chiqib hayron qoldi. Chunki butun atrofni qo'ral tutib olgan soqchilar qo'rshab olgan bo'lib, o'yli ichida nurg'unlagan suvjudi danqi chiqqan Xanzu qozoq, qirg'iz, uyg'ur bo'lib nurg'un millatdagi o'g'irlar qo'liga ko'yzi silingan holda o'ltirgan edi. Kaynadilla, olim, Nuriman va ularning yaqin shoykillari o'yliga kirib keldi. Ularning qo'lida ko'yzi bor bo'lib, soqchilardan qechib, üstü boshlari shundoq maynat, sesiq puroqlar besib ketgan edi. Oradan yesh cho'ngroq 55 yoshlar atrofidagi bir uyg'ur soqchi gap qildi. Balkim soqchilarning soqchi boshlig'i bo'lsa kerak. "Barliq jinoyat gumondorlari qo'lga tushdimi? Arilib qolganlar bormi yo'q? Shuni aniqlanglar." deb buyruq qilishi bilan hamma soqchilar harakatga kelib, bir boshdan jinoyatchilarni tizimlashga boshladi. "Do'klat boshliq, qo'limizga tushgan jinoyat shoykillari jami 54. Asosiy jinoyat gumondorlarining hammasi qo'limizga tushib bo'ldi." Yoshli cho'ng boshliq uning gapini anglab bo'lgandan keyin bir soqchi yigitning qo'liga bir nimalarni bichirlab buyruq qilishi bilan tangla. "Qosim ismli gumondor bormi?" O'zining ismini anglagan Qosim oldirib tinib, "Men bor, boshliq. Men bor. Men gunohsiz boshliq. Men gunohsiz. Men o'g'irlik qilmadim. Meni ashu Nuriman degan xotin aldab, mush ifloslarga setib etgan boshliq." O bu gaplarni deb bo'g'icha yig'labmi ketgan edi. Ko'zlari yosh yo'q Qosimning ovozini anglagan yoshli cho'ng boshliq Qosimning oldiga kelib, Qosim degan siz bo'lamsiz?" deb so'rdi muloyimlik bilan. Ha, boshliq. Men shu Qosim degan." "Bo'ldi, Qosimjon, yig'lama. Sizning izingizga tushgilimi o'zim bo'lib ketdi. Bu ishlarmi tugidi. Endi sizlarni Shinjonga olib ketamiz." U yoshli cho'ng boshliq Qosimga ozroq tasalli berib qo'yib, soqchilarga buyruq qilib, "Bo'ldi, jinoyat gumondorlarini mashinaga olib chiqinglar. Endi Shinjonga qaytamiz." Shuna qilib, hammalarni mashinaga chiqarib, poyezd stansiyasiga berib, poyezdda Shinjonga qaytdi. Qosimning hozirgi hissiyoti bo'lsa, bir qarisi shunda xo'shal. Xo'shalligidan ko'zlaridan yoshlar eqiyotdi. Yana bir turib, ching'iroq qaraydigan bo'lsak, bir yerlardan shundoq bir narsadan qo'rqib turayotgandek qiladi.
balkim u o'zining turmaga kirib qolishidan shundoq ansiravatgan bo'lsa kerak. U ko'nglida bu qanday ishdi? O yatanqa boshliq sizning izingizga tushgili uzun bo'lib ketdi deydigan. Ya mening odam o'ldirib qo'yganimni bayqab kelib, meni tutish uchun kelgan bo'g'aymidi. Neymiş bu? Bu o'lgur nas bosgan. Bu yerdan oxir qutuldigan bo'ldim deb xo'shal bo'lsa, oxir berib turmaga kirib yotamanmi amdi? Hammamiz shu vaqtda kelib chiqqan xatolik. Shu vaqtning o'zida o'zimni ma'lum qilgan bo'lsam, balkim ishkirda bundaq jafolarni tatib yurmas bo'lg'uydi. Qancha yil yotaman amdi? Uning ustiga odam o'ldirib qichish jinoyati otilsa, jinoyatim texmi bak ig'irlab ketgudek. Mening xotinimchi, xotinim qanday qila? O'g'lim Abdullah qanday qiladi? Agarda mening odam o'ldirib turmaga kirib qolganligimni bilsa, o'g'limning do'stlari qotilning o'g'li deb bo'zaq qilsa, hey. Hammasi mening do'tligimning kasabati. Bo'pti. Boshqa kelganda ko'raman. Mush fursatda turmaga kirib jinoyatimni yuyg'inib bo'lsin. Bu asarning bugungi anglitishi mush yerda tugdi. 9-qissa. Shuna qilib, u sujudan o'rimjiga tushib bo'lguncha 2-3 kun oraliqda ko'nglining bir yerlari xo'sh, yana bir yerlari yerim. U shundoq dakkudikki bo'lib, saqchilar bergan tomoqni tuzuk yemay, gelidan g'izomi o'tmadi. U necha kun jarayonida xilli o'ruqlab, chiroyini qo'riqlab besib, qeyrib qolgandeklar bo'lib qoldi. Fatimaning chiroy ifodasi bir xil bo'lib, ya xo'shal bo'lganligini, ya xafa bo'lganligini bilgili bo'lmaydi. Oxiri ular 4 ko'zi bilan kecha-kunduz kutgan o'rimjigimi yetib keldi. Ularni Udulla O'rim shaharlik jixi idorasiga opirib, ularni tekshirib bo'lguncha 2-3 kun o'tib ketdi. Qosimmo solaxonada 2-3 kun yetib, o'zining turmaga kirdiganligiga shaksiz chin putgan edi. 3-kuni u solaxonada xiyoliga betib, beshini sangiltib o'ldirgan chaqda bir saqchi uni chaqirib, iliqi yoshli cho'ng saqchining yiniga elib kirdi. Qosimjon degan siz-ku deyman, ha? Qo'limda deylolarning chixligida siz bilan ahvol ishtig'anga fursat chiqaramay qoldim. Kechiring, uzun saqiltib qo'ydim. Qosim o boshliqning kechiring, uzun saqiltib qo'ydim degan gapini anglab, sal g'alitilik siqib qoldi. U gap qilay dedi-yu, yana ig'zidan gap chiqib bo'lguncha qalpiklari titrab, ko'zlaridan yosh oqqila turdi. Uni qaytadan yig'i tutqili turgan edi. Ishqisi yo'q. Boshliq, sizning nima demoqchi bo'lganligingizni bilaman. Boshliq, bo'ldi. Siz so'rab bo'lguncha men o'zim iqror qilay. O shundoq deginicha, shu kuni oqshimi nemish bo'lganligini, qana qilib o qizni so'qib qo'yganligini, qana qilib qechib ketganligini biri boshdan o boshliqqa so'zlab berdi. O boshliq Qosimning gapini anglab kulib ketib, Qosimjon ukam, qarg'anda baq qo'qib ketgan o'xshaysiz. Siz so'qib qo'ygan o qiz amaliyotda o'lmagan. O degan soxta maydon ko'rinishi. O qizni Adil Pangza pul berib setib olib, shundoq ko'rinishni yasagan. Bunaq bo'lgan chaqda sizni butun boyliqlaringizdan ayirib etalaydi. Hamda sizni ichkirga opirib, o'zining yomon ishlariga sola olaydi. Ularning bu planlarini o'ngishliq mengib, sizni ichkirga opadi. Ukam, sizmi ahmoqkansiz juma? Ular kichkina mushundoq o'yin o'ynab qo'ysa, sizmi bak kitik mengib ketibsiz ularning o'yiniga. Lekin bizning bir odamimiz bu ishni bayqab kelib, idoraga ma'lum qilgandan keyin biz sizning izingizga tushishga boshlagan. Sizning izingizga tushib, bu 5 oy jarayonida barliq biz uzundan beri tutishni o'ylab kelayotgan barliq jinoyat shaykillarini tutib, ularning o'zini bechit qildik. Buningda sizning tuhfangiz bor desakmi bo'ladi. Qosim bu saqchining gapini anglab, uning gapiga bir ishinib bir ishonmay, angvi qilib turibli qoldi. Nima deysiz boshliq? Soxta maydon ko'rinishi dedingizmi? Shunda uka, soxta maydon ko'rinishi. O oldimchilar, shuna qilib boshliq,
Men turmada yatmasam bo'lamda? Mening jinoyatim yo'q shundaqmi? Ha, Afgan, turmada yatmasangizmi bo'ladi? Jinoyatingizmi yo'q? Aras, sizga alayda bir sovg'a tayyorlab qo'ydim. Mana bu siz iliq savdogarlar bilan mol-mulkni setib etish to'g'riliq tuzgan to'xtamlar. Hammasini bekor qilib etdim. Uy yeringiz, barliq mol-mulkingizni qaytirib aklab berdim. Bu narsalarni ching saqlang. Mana endi uning cho'ng bir g'emimi hal bo'lgan edi. U shunda xo'shal bo'lib, boshliqning qo'lini qo'shqo'llab tutib, nechta qitimlab suyib, "Rahmat boshliq, rahmat. Sizga ko'p rahmat. Hozir sizga qanday rahmat aytishimni bilmayapman." Bo'ldi, Afgan. Rahmat aytqudak ish emas bu. Bu bizning qilishga tegishli ishimiz, ham vazifamiz. Sizga kichkina bo'lsa bir tarbiya qilib qo'yay, Afgan. Sizning bir bolangiz bor ekan. Afgan, bolangizmi shundoq chiroyli, o'maq bola bo'pti. Ayolingizmi shundoq chiroyli, ishchan ayolkan. Siz ayolingizga nurg'un azor berib, nurg'un jafolarni chekishga majbur qilibsiz. Bu bir er kishining qiladigan ish emas, Afgan. Er kishi degan pul topgandimi, pul yo'q chaqdimi, o'z billi bo'lgan tang jafolarni tatgan ayolini unutib qolmasligi kerak. Ayollar degan yerim dunyoda deydigan gap bor. Siz bu qadam uyga borgan chaqda, o'maq o'g'lingizning onasi bo'lgan shu ayolingizni qaytirib ep chiqib, uningdan keyin pul bor chaqdimi, pul yo'q chaqdimi, ayolingizga yaxshi qarishingizni, ayolingizga azor bermasligingizni umid qilaman, Afgan. Bu mening sizga qilgan kichkina bir nasihatim ham tarbiyam bo'lib qolsin. Endi uyingizga qaytsangiz bo'ladi. Sizni yezingizga opiradigan mashina tayyorlab qo'ydim. Qosim boshliqning gapini anglab, hayajonlanib xo'shal bo'lib, "Rahmat boshliq, rahmat. Sizning mush qilgan tarbiyalaringizni quliqimda ching tutaman. Esimda ching tutaman. Sizning bu yaxshiligingizni bir umr unutib qolmayman, boshliq." U shunday deb, boshliqqa bir muncha rahmat so'zlarini aytib, eshikdan chiqishiga esiga bir ish kelib to'xtab qoldi. "Aras boshliq, iliq Fatima ismli qiz qandoq bo'lgandi?" "Ha, o qizma. O qizning hech qanday jinoyati yo'q. O sizni hozir sirtda saqlab turyotamdi ekan." "Ha, rahmat boshliq, rahmat." O shunday deb qo'yib sirtga chiqib, bu yoqlarga qarab, Fatimani hech bir yerdan ko'rmadi. O mayuslangan holda ishxona binosining oldida bu yoqlarga nazar selib turishiga bir yerdan Fatimaning zil ovozi anglandi. "Oy Qasimjon, oy Qasimjon, men bu yerda. Bu mashinaga chiqing, tez bo'ling. Sizni saqlab turg'ili, na vaqt, tez bo'ling." Ha, mana hozir. Sizni izlab ketibdiman texi. O yiliqi boshliqning o'g'irlashtirishi bo'lsa kerak. Qosimni Fatima bilan shopir ishkisi xeyli uzun saqlab turdimi qandaq darvoza tuvida Qosimni kutib turgan edi. Ular shu mashinaga chiqib menib, Urumchidan Oqsuga bir kecha kunduzda yetib kelib bo'ldi. Ay, bu jahonda ko'ygilikmi bakchiqkan juma. Yanıla bizning Shinjonga yetmaydi ekan. Urumchida demaysiz dahi. Men bu umrimda ichkirlarni, urumchilarni ko'rman deb o'ylamagan edim. Hala bugungi kuniga kelganda to'g'ri xato yo'llarni besib, ichkirnimi ko'rib ketdiman. Urumchini ko'ribdiman. Nima degan go'zal shahar bu, ha? Ko'zim orqamda qoldi deysa. Keyin jex pul tepib, xotinimni elib elib, Urumchiga o'ynag'ili kelmasam hisob emas. O shopurkam, sen mashinani bek ittikaylayotgansan juma. Oldirmayroq qaydisangmi bo'ladigan nima? Hey, endi uzungacha bundaq manzarani ko'ramaydigan bo'ldim-da. Ha, qanday Qasimjon? Ishga yenib kelganga pushaymon qilyapsiz? Ansirmang. Keyin qatim yana shaharga chiqqaningizda yana Nurman o'xshash ayollar uchrab qolsa ajab emas. Bu qatim sizni So'ja emas, boshqa ichkari o'lkalarni ko'rsatib kelar bo'lmasa. Fatima shunday deb Qosimni mazaq qilib qo'ydi. Nim deydigansiz Fatima? Nurimanning gapini qilmang, ha? Undaq ayollarga ikkinchilab yaqin yo'llamayman men. Eshak jinidimi? Bir qatim put kirgan o'rakki ikkinchi qatim putini sanmaydi. Endi undaq ayollarga yaqin yo'lasam, eshak bo'lib ketayman. Menmi shundaqla deb qo'ydim. Ajab bir chiqib oldingiz meni, ha? Yanala men sahroda mol beqib cho'ng bo'lganda. Hey. Fatima yengil ovozda kulib ketdi.
Bu chaqda mashina haydayverib zerikib ketgan sho'pirningmi Qosimning ig'izini ko'chilab boqib keldi bo'g'ay. "Oy Qosimka, undaq demasala deyma. Shaharning qizlari yomon. Demisimi keyingi qitim shaharga chiqqan chaqlarda yana bodek cho'kandan biroz uchrab qolsa, azmaydi, degili bo'lmaydi jumosilini, ha?" Ay, nədiki gapni qiladi ekansan sho'pirkam. Azidigan ish bo'lsa, shaharga buningdagi chiqmasman juma. Lekin za bu shaharmi bo'ladigan ekan. Oy, Qosimkamning mavgipini ko'ring. Shaharning manzarasi bo'lamdikan yoki shaharning qizlari bo'lamdikan? Sizlarning shaharga chiqmayman deganlari yolg'on. Uyga berib bir ashkoy bo'la bo'lmayla. Fatimani seg'inib chiqib qolalimikin shaharga? Bu yerdan beri sho'pir bilan Qosim ikkisining talash tortish qiziqchiligini bir bulongda anglab pixildab kulib o'ltirgan Fatimaning chiroyi sho'pirning degan bu gapini anglab birdilla o'zgardi. Qosimmo sho'pirning qilgan bu chaqchiqidan sal o'ng'aysizlanib, gap qilmay o'ltirib qoldi. Orni birdam jimjilik bosgandan keyin sho'pir jimjilikni buzib, mana Fatima, Oqsu shahar ichigimi kirib qoptimiz. Siz mush yerda tushib olsangiz, men Qosimjonni yeziga olib qo'yib kelsam bo'lamdiki?" Fatima sho'pirga rahmat deginicha mashinadan tushib oldi. Uning chiroyi bir xilli o'zgargan bo'lib, bu yatanqi xo'shalligidan birmi asar yo'q edi. Xayr, xo'sh Qosimjon, omon bo'ling. U shundaq debla kayniga qayrilib maqdi. Qosim nima deyishni bilmay sho'pirga: "Rahmat ukam, japa chekdim. Yezamga o'zim asta mashin to'sib ketib olay. Sen o'zingning ishini qilavergin. Lekin bu Qosimka, meni boshliq, sizni uyingizning oldiga olib qo'yishimni topilgan. Bu mening vazifam. Buni qilsam qanaq bo'lar? Boshliq uqib qolsa xafa bo'ladi." Bo'ldi uka. Ortiq ansirib ketma. O'zingmi ko'rding-ku ana. Fatimaning yomonlab qolganligini. Boshliq uqib qoladiganga kayniga odam sep qo'ymagandi. Bo'ldi ya, sen o'zingning ishini qilavergin. Rahmat sana. Qosim shundaq deb mashinadan tushib, Fatimaning kaynidan yetishib bordi. Bu asarning bugungi anglitishi mush yerda tugdi. 20-qissa. Ey Fatima, hey, to'xtab turing. Nim bo'ldingiz? Mushundaqla xo'shlashmoqchimi mening bilan? Amsa, qanday xo'shlashsam bo'ladi, tabiqmi? Sizni yaxshi ko'raman. U muqim, ayolingizni qo'yib eting. Men bilan to'y qiling. Ikkimiz birga turmush quraylik desam bo'lamdi. Agar shundaq desam, siz ayolingizni qo'yib etansiz, ayolingizdan, bolangizdan voz kecha olamsiz? To'g'ri, men sizni yaxshi ko'rib qolganligim rost. Bu degan amaliyat. Lekin siz undaq qilgan taqdirdami, men undaq qilmayman. Men burun bosgan xato qadamimni qayt qilmayman. Ikkimizning sujuda o'tkazgan u vaqtlarimiz faqat birdamlik qiziqish xolos. Bo'ldi. Endi sizni avara qilg'im yo'q. Sizmi o'z yo'lingizga ravon bo'ling. Menmi o'z yo'limga ravon bo'lay. Ikkimiz buningdan keyin bir-birimizni tonimaydigan bo'lib o'taylik. Qosim Fatimaning oxirida chiqqan bu gaplarni anglab turib ketdi. U ya hayajonlanishni yoki afsuslanishni bilmay turibla qoldi. Chunki u cho'ng bo'lib, bir qizning ig'izidan bundoq muhabbatlik, ochiq bilan aytilgan gaplarni anglab boqmagan edi. U yosh vaqtlarda bir qiz bilan muhabbatlashib boqmagan bo'g'ashqa Fatimaning gapidan uning ko'zlari namdaldi. Fatima bo'lsa, yuziga tushib olgan chechini o'ngchig'anni do'rab, ko'zidan chiqqan yeshini Qosimga bilindirmay surtibdi. Lekin u yig'isini Qosimga shuncha bildirmay desimi, bilinib qilyotdi. Yanila qiz bola emasmi? O'zini tutib ololmay Qosimni ching'ida quchoqlab oldi. Qosimning yengil titrayotgan qo'llari Fatimaning chechini yengil silag'ach birdam quchoqlashib etgandan keyin uni asta ajirtib, "Yig'lamang Fatima, yig'lama. Bu ishqa boshqa amal yo'q. Uni ustiga menmi sizga mos kelmayman. Mening turmushim mush tursa, ayting, endi qanday qilasiz? Ota-onangiz bilan ko'rishgili uyga kiramsiz yoki?"
deb gapini to'xtatib oldi. Uyga kiraman. Uyimdagilarga yetkazmasam bo'lmaydigan bir xabar bor. Kichik vaqtimda yo'qolib ketgan inimni topdim. Nima? Bu qanaqa ish? İningizni qanaq topdingiz? U hozir nima ekan? Nima ish qilib turibdi? Qosim Fatimaning bu gapini anglab, hayajonlanib so'zlab ketdi. Yiliqi Asqar ismli bola esingizda bormi? Ha, yiliqi olim totuqdan tip yegan bolani demsiz. Yiliqi kimlikni yaxshi saqlamading deb totuqdan mushigango deyman o'goy. Yana yiliqi kuni oqshimisi sizni yotiqiga boshlab akirib, yomon niyatda bo'lmoqchi bo'lgan qo'yg'u u. Qanaq? Uning ismini chiqarib qoldingizg'u. Bir ish bo'ldimi? Uni mening inim demaydigansiz? U mening inim shu ekan. Soqchilar butun aniqlab chiqibdi. Nima deydigansiz endi? Shu harbi yo'q, xafa bo'lmang ha. Shu sizning yo'qolib ketgan iningizmikan? Qanaqa ish bo'lib ketdi bu? Aras, unuq bo'lsa, iliq kechisi ikkinlar orasida billa bo'lmagansizlar ha? Bo'lmasa Voy Qosim, nimalarni o'ylab ketdingiz? Menga ishonmamsiz endi? Rostili aramizda undaq ish bo'lmagan. Shu vaqtda u bola ko'zimga issiq ko'ringan edi. Asli u inimkan emasmi? Ishiniman. Soqchilar nima deydi? Soqchilar uning jinoyatining og'irligini, o'g'irlik qilish, bosqinchilik jinoyati bilan qo'lga ilinganligini aytdi. Turmada hali uzun yotadigan o'xshaydi. Munaqda. Iningizni oram bir topganda mavi ishni ko'ring. Bu ishni uydagilarga rostli demsiz? Agar uyingizdagilarga deysangiz, ular qiyirib qolgan chaqda bu haqiqatni ko'taramay qolsa, toza yaxshi bo'lmay qolarmikan deb o'ylab qoldi. Mayli, nimala bo'lmasin, uydagilarga demasam bo'lmaydi. Mushu fursatda uydagilardan kechirim so'rab, xatoligimni to'nib olganim yaxshi. Mayli amisi, men bilib berish beray. Ya Qosim, sizmi balduroq uyingizga qayting. Balangiz va ayolingiz bilan balduroq jam bo'ling. O'zimning ishini o'zim hal qilay. Lekin bo'ldi, shundoq bo'lsin Qosim. Sizmi ayolingizni onasining uydan yondirib chiqadiganning amalini qiling. Yuring ha. Men sizni bir yerga boshlab boray. Fatima shundoq deginicha Qosimni bir bankining oldiga olib, uninga birdam saqlab turishni aytib, bankining ichiga kirib ketdi. Ham birdan bo'lgandan keyin qaytib chiqib, Qosimning qo'liga bir kallak pulni tutqizdi. Tuting bu pulni. Sizning yeningizdami bir mo'chan yo'q haqiqatan. Bu yerdan mundaqla keting desam qaytib bora olmaysiz. Uyingizga az bo'lsa-mu bu 5000 yuan eskaytib qolar. Bu nim qilganingiz Fatima? Nadin kelgan pul bu? Bankaga kiribla pul ko'tarib chiqdingiz-ku. Qarz olmagansiz a? Bankadan. Artıq o'ylab qapsiz Qosimjon. Bu ishimizning sujudan qaytib ketish uchun lozimliq deb ep qo'ygan 20000 yuan pul. 20000 yuan pul shu. Ayni vaqtda bu pulni bexatar tursin deb bankaga selib qo'ygan emasmidi? Esingizdan chiqib ketdimi? Rost. Lekin shundaqdimi bundaq qilsak? Shundaqdimi bundaq qilsak bo'laverdi. Bo'ldi Qosimjon, artıq gapni qilishmayli. O ikkisi bir-biriga qiyolmagan holatda xo'shlashdi. O'mi uzundan beri mahallasiga gap baqmag'ashqa, o to'pchang uchib turadigan mahallasi shundaq yiqimliq, go'zal, rohat, illiq tuyg'u berib o'tadi. O mahalla ko'chalarida ketib etib, ko'zlaridan issiq yoshlar to'kildi. O 1-2 soat mahallasini butun cho'gilab chiqqandan keyin o'zining vaqtliq turib turish uchun so'lyovdan yasagan uyga kirib yotdi. Onunğa buningdan burun bundaq rohat, erkin sezim bo'lib baqmagan edi. Hattoki oliy darajalik mehmon saroydami bundaq rohatlikni his qilib baqmagan edi. O shundoq yetib ko'zi uyquga ketdi. Bir vaqtda o'ylidan chiqqan ovozlarni anglab, uyg'onib ketib sirtqa chiqdi. "Mana qaranglar, u chiqdi." "Oy, men Qosimning holini oldingi qidim kelganda bir muncha odamni agashtirib boshliq supat ketdikan. Endi nima bo'lib ketdi bu?" Anglayotganingiz Miskina ovozliq asarlari. "Qanday Qosimjon? Boshlarini cho'kirib turmay, shaharda ko'rganlarini bir so'zlab bermamla? Bir anglab boqili."
shaharning qizlari qanaqroq ekan? Sizlarni ichkariga chiqib ketibdi deb anglagan. Ichkari qanaqroq ekan? Ichkariga chiqib, heliqi nayna xotinlarga bozak bo'lib kelgan o'xshamamdiq. Qarsam-g'u xotin kishiga bozak bo'lgan chiray. Shunga ismini Qosimbosh deb qo'yamiz emasmi? Ha? Ay, ot aylanib o'qurni topidi. Mo'zayning yugurchi samonliqcha degan gap bekor emas mana. Oxiri o'ynab yezdan zerikkan Qosimjon yana qaytib ketdi. Shu emasmi? Har qancha yigit ushqan burkitmi, hamini qo'rchiqasi yayi qo'nidi. Malidikilarmi Qosimga bir muncha topitani so'zlarini qilishib qo'yib qaytib ketishdi. U uyda o'ltirib, biroz xiyolga cho'kdi. Ko'ngli to'g'ri deb ekan. Har kishi pul topsa, xiyoliga xotinmi bilib kirdi deb. Mening mushunaq bo'lib ketishimga, mushunaq o'zgarib ketishimga boyliqlar sababchi bo'lib qoldi. Xotin kishining hilisi 40 eshakka yuk deb, elimi Nuriman degan xotinning aldam xaltasiga tushib ketib, 20 yil ichida ishkirga chiqib, o'g'irlikdan tortib, oshpazlikcha qilmagan ishim, yemikan toyig'im oz qopdi. Hey, tas qopdi men xotinimni qo'yib atgili. O shularni o'ylab o'ltirib, xiyoliga o'g'li kelib qoldi. Hamda xotinini ko'ygisi kelib, ularni ko'rib chiqish maqsadida qiynonasining uyiga chiqdi. O'g'li Abdulla sirtda bolalar bilan o'ynayotgan bo'lib, dadasini ko'ribla oldiga yugurib keldi. U bolasini quchoqlab suyib arkilatgandan keyin o'g'liga, onasiga o'zining kelganligini aytishni deb bolasini kirgizib etdi. Birozdan keyin hosiga to'ynib olgan ayoli, onasi ishga inilari chiqdi. Qosim ularni ko'rib, nima deyishni bilmay turibla qoldi. Chunki yaxshi turdingizmi deydisa, xotinining ahvoli shu. U yomon taslikda. Qandaq turadi butungiz? Sal yaxshi bo'ldimi? Sizni ko'ygim kelib chiqishim xotin. Qandaqroq turdingiz ana? U shu gaplarni aran deyaladi. Ko'zingga yaxshi bo'lib qolgandek ko'rinayotamanmi? Qaysi yuzing bilan kelding bu uyga? Deb koyib so'zlab ketdi Gulamxon ada. Ana, meni kechirsilar. Men ezibdiman. Meni kechirsilar ana. Meni kechiring xotin. Meni kechiring. Kechiring deganga ish tugandi ekan. Ajrashadigan nochidingiz-ku. Ajrish xitini tayyor qilib elib keling oldimga. Bo'lmasa ko'zimga ko'ringichi bo'lmang. Yo'q oling. Nisagul xinam uning yalvurishlariga parvo qilmay kirib ketgilay orqaga burilib mangdi. Qosim bo'lsa yig'liqinicha yukinib o'ltirib gunohini tiligila turdi. Buni ko'rgan Gulxinamning inilari yugurib berib, Qosimning yuziga ishki mush qo'ydi. "Manapsa, iliq kunim men bo'lmay qetdimi? O xotinlar onam bilan adamni shuna haqoratlisimi? Sen qarab turib ularga yon besibsan. Agarda men bo'lgan bo'lsam, putqulingni so'ndirib etgan bo'latdan bildingmi?" Ular shuna qilib Qosimning yalvurishiga parvo qilmay kirib ketdi. O'g'li, "Men dadam bilan birga turaman" deb g'alva qismi uning bilanmi kor bo'lmadi. Qarg'anda bularning ochiqi undaq oson yonadiganday qilmaydi. Oradan bir oylar o'tgandan keyin Qurban yetmi yetib kelib qoldi. Hamma yerdan sang'zi quymoqlarning hidi qoplab, yetning xo'shalligi qopladi. Bir kunisi Qosim uyda g'ayribsinib o'ltirib olsa, mahalladagi kanat komitetidagilar uningdan yo'qlab, hol so'rab kirgach, o'zining qanday qiyinchiligi bo'lsa desa hal qilib berdiganligini aytdi. Bu ish Qosimga naqli xo'sh yiqib, xotinni bilan yarashtirib qo'yishni aytdi. Kanat komitetidagilar bu ishga ma'qul bo'lib, uning qiynonasining uyiga chiqib, Qosimning gunohini tilab turib oldi. Gulamxon ada bu hurmatga sazovor kishilarning gapini yaranmay, qizini ularga qaytib berdi. Shuna qilib, o'mo xotinni yondirib chiqib, etni tantani ichida uydikilari bilan o'tkazib, ulardan cho'nqur apu so'rdi. Qosimning shu ishidan keyin mahallasidagilar uni patpatla, "Qana Qosimbosh, endi shaharga chiqmaydigan bo'lib qoldik-ku. Shahardagi qizlaringlar seg'inib qolgandi. Menimi shaharga yondirib kirsanglar bo'ladi deyman." deb chaqchaq qilishib qo'yatdi. Qosim ularning gapiga kulib qo'yib, "Yanchiqda pul bo'lmasa, nariga qizlar ekan u.
Shahardan sahra yaxshi deb kulib qo'yadi. Shundan keyinmi Qosim shaharga uzun yillargacha chiqib boqmadi. O'zimi shu ishlarni boshdan kechirgandan keyin ayoliga boshqacha ko'yindigan bo'lib, texmi tirishchan bo'lib ketdi. Bir kuni u uyda ayoli bilan ushaq-tushak ishlarni qilib o'tadi. Darvozaning taraqlishi bilan bir ayol gul ko'tirgini kirib keldi. U dal Fatima edi. Qosim Fatimani ko'rib, darhol qo'lidagi narsalarni tashlab etib, Fatimaga tikilib qaradi. Ayol Nisagul xinim bo'lsa, u ayolning kim ekanligini bilmay, Qosimga qarab turib qoldi. Teshikmi Qosim, qanday ahvolingiz? Yenge, sizningchi qandayroq ahvolingiz? Fatimaning gap qilganini ko'rib, Qosimmo angvaqinicha uning oldiga bordi. Teshlik, o'zingizcha yaxshimi? Kimdan so'rab keldingiz? Fatima gap qilmasdan qo'lidagi gulni Qosimga tutqizib qo'yib, o'dilni berib, Nisagul bilan qo'l elishib ko'rishgandan keyin o'zini tunishtirishga boshladi. Men Fatima, Qosim mening gapimni qilib berdimi, qilib bermadimi? Buni bilmadim. Qosim bilan ko'rishmalik uzun yillar bo'lib ketdi. Shunga bugun sizlarni yo'qlab kelishim. Nisagul xinim bu chiroyli cho'kani ko'rib, uni yangi sog'an uyga boshlab kirdi. Nisagul xinim chivarlik bilan u chiroyli cho'kanning oldiga dasturxon tayyorlab, nozu ne'matlarni tizib, dasturxonni birdamning ichida to'ldiribdi. Hamda birdamning ichida qizg'in paranglarga tushib ketdi. Hamda birdamda uyning ichidan qizg'in kulki chaqchaqlar ko'tarilib ketdi. Aslida Fatima o'zining turmushini qaytadan boshlab olgan bo'lib, shahardagi turmushini biraqur iziga tushgandan keyin Qosimni yo'qlab chiqish uchun yo'ldishidan ruxsat olib, bu yeziga kelgan edi. Amdilikda bo'lsa, Qosimning yuragi joyiga tushib, sal bir orom tepib qolgandek bo'ldi. Shu kunlardan keyin Qosim Fatima bilan berib kelish ko'payib, xuddi urug' tuqqanlardek bo'lib, bir-birini yo'qlab turishadigan bo'ldi. Aziz anglag'uvchilar, komediyalik asar Qosim Bo'shning shaharga kirishining 20-qismi, ya'ni eng oxirgi qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat. Bu asar mush yerda to'liq tugadi.